Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Beton quygandim, yorilib ketyapti. Xo'p, beton quygan bo'lsangiz, yorilib ketayotgan bo'lsa, hozirgi kunda havomuz sovuq, shuning hisobiga yorilib ketayotgan bo'lsa kerak. Hozirgi kunda xo'p, beton quysangiz bo'ladi. Mana antimarozlarimiz bor. Rastvorga, sement rastvoriga qo'shasiz, -18 gradusgacha bemalol ishlatsa bo'ladi. Xo'p, sizga qancha kerak? 15 kvadrat, 20 kvadrat joyga kerak bo'ladi. 15 kvadrat, 20 kvadrat joyga bo'lsa kerak. Buni qo'shishda turi bor. Misol uchun -5 gradusga 4 kilo qo'shiladi. Xo'p, -5 gradusdan 10 gradusgacha 7 kilo, -10 dan 15 gradusgacha 10 kilo qo'shaverasiz buni. Hamma narsasi yozilgan. Men bemalol gradusga qarab turib qo'shib, asosan gradusga qarab, kvadratga emas, tushunarli. Kvadratga emas, gradusga qaraydi. Qancha sovuq bo'lsa, shuncha ko'p qo'shilaveradi bundan. Bu sizlarda ko'p-a bunaqa narsalar? Bunaqalarimiz xudo xolasa ko'p. Siklatimizda bemalol sizga yarasha chiqadi. Kattasi ko'p, kichkinasi Bor, hamma turidan bor. 5 kilo, 10 kilo, 7 kilo xohlasangiz boshqa firmalarga ham bor. Bo'ldi. Rahmat sizga kattakon.